Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda qanday qilib singan buyumni qayta to'g'irlash kerakligini ko'rib chiqamiz. Unda videoni boshladik. Biz hozir ushbu nur qaytargichni qayta ta'mirlashimiz kerak. Buning uchun biz uni olamiz va bizga oddiygina sim kerak bo'ladi. Bu yumshoq sim va albatta payatnik. Biz avval uni qanday singanligini ko'rib olamiz. Bu oddiy singan. Shu oddiy singan joyini avvalgi holiga keltirib olamiz. Bu ko'rinishda bo'lgan bo'lsa, uni chekkalariga biz payatnik teksak, ikkala tomoni ham erib, o'zaro qotishadi. Ko'rib turganingizdek, o'sha qotdi. Ammo bu kuchsiz bo'lgani uchun oddiy simni olib, qisqa qilib kesib olamiz. Uch bo'lakka bo'lindi. Endi har birini olib, mana shunday qilib payatnik bilan qotirib chiqamiz. Birinchi navbatda xavfsizlik uchun pinsetdan foydalanamiz. Va payatnikni olib, simni ustiga bossak, u erib, to'rtta tomonga ham kiradi. Ko'rib turganingizdek, hamma tomoniga kirdi va yanada mustahkam bo'ldi. Endi bunisini ham olib, bu tomoniga ham qo'yib olamiz. Va payatnik bilan eritib, ichkariga kirgizamiz. Ko'rib turganingizdek, ikkala tomoniga ham kirib oldi. Endi bizga uchinchisi ortiqcha. Mana tayyor bo'ldi. Bu mustahkam va xavfsiz bo'ldi. Endi esa biz o'sha avvalgi bo'ltini qotirib bemalol qo'ysak ham bo'ladi. Agar video yoqmasa videoga like bosib, kanalimizga albatta obuna bo'lib, Instagram va Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.